Urib o'ldirilgan baliq go'shti to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum. Urib o'ldirilgan o'zi o'lib qolgan baliqni yegili bo'lamdi? Hozir baliqni zarbi bilan beshiga to'qmoq, kaltaklari bilan urib o'ldirib yeydigan ham o'zi o'lib qolgan baliqni yeydigan ishlar paydo bo'lg'il turdi. Shunga bu savolni so'rashga majbur bo'ldim. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Alloh taolo mundoq degan: Ey iymon etganlar, biz sizlarni rizqlantirgan narsalarning poklaridan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga shukr qilinglar. Alloh sizlarga faqatla o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'chqa go'shini va Allohdan boshqasiga bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Baqara surasi 172-173 oyatlar. Bu va boshqa oyatlar o'zi o'lib qolgan hayvonning haromligini ko'rsatadi. Lekin baliq buningdan farqli bo'lib, olimlar orasida quruqliq hayvonlarning o'zi o'lib qolganini harom bo'lgani bilan baliqni chorva mollardek bo'g'izlash kerak emasligida, shundaqla uning o'ldirilganining suvdan ayrilib o'lib qolganining pok va halol ekanligida boshqacha qarash yo'q. Bu vaqtda İmam Navaviy va boshqa ijmo borligini aytgan. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydiki, biz G'azon qo'shini deb atalgan bir qo'shinda g'azotga chiqdik. Abu Ubayda qo'mondon qilib tayinlandi. Oziq-tulikimiz tugab, qattiq ochliqda qolgan edik. Dengiz bizga o'lik bir kitni chiqarib berdi. Biz uningda kitni ko'rib boqmagan edik. U ipar kiti deb ataladi. Biz uningdan yarim oygacha yeb oziqlandik. Abu Ubayda uning sumaklaridan bir dalni elib tiklaganda ostidan uloq mingan bir odam tegmay o'tib ketgan edi. Buning asosan suvdan ayrilganligi uchun o'lgan baliq, mayli qirg'oqqa chiqib qolib o'lgan bo'lsin yoki biz tutib suvdan ayirgan bo'lsin, hammasi haloldir. Uning halol bo'lishi uchun uni bo'g'izlash yoki kesish kerak emas. Buningda ulamolar o'rtasida boshqacha qarash yo'q. Ammo o'zi o'lib qolgan baliqning bir turida qarash o'xshashmasligi bo'lgan. U bo'lsa-mu suvning ichida o'zligidan o'lib qolgan baliq bo'lib, suv yuziga laylisin yoki laylamasin bundoq baliqlar Hanafi mazhab qarashida haromdir. Ammo qattiq sovuq yoki issiqdan, shundaqla suvning layib ketishi sababidan o'lgan baliqlar bo'lsa, Hanafi mazhabidagi kuchliroq qarashda uni iste'mol qilishga bo'ladi. Chunki bu sovuqdan yoki issiqdan yoki suvning layishidek ma'lum sababdan o'lgan bo'ladi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga dengiz to'lqini qirg'oqqa chiqarib o'tgan yoki dengiz suvi keyniga tortilganda qirg'oqqa chiqib qolganlarni yezanglar bo'ladi. O'zi o'lib qolib suv ustiga laylab qolganini yemanglar degan edi. Bu turlik suvda o'zi o'lib qolgan baliqning harom bo'lishidagi hikmat uning buzilganligi va maynatligidir. Chunki u o'zligidan o'lib laylab qolgan ahvolda qachon va qandoq o'lganligi ma'lum bo'lmaydi. Bu jihatdan halol quruqliq hayvonlarning o'zi o'lib qolganlarga o'xshash harom bo'ladi. Buning asosan biror sababdan suvda turib o'ldirilgan baliq to'rda tutilib suvdan ayirib o'ldirilgan baliqqa o'xshash halol bo'ladi. Darvaqa bu turlik baliqning hukmida salaflarimizning qarashlari o'xshash bo'lmagan. Hazrati Ali ibn Abbas, Jabir radhiyallohu anhulardan va yana Jabir ibn Zayd, Ata, Said ibn Musayyab, Hasan ibn Sirin va Ibrohim qatorliq tabiinlardanmi o'zi o'lib laylab qolgan baliqning makruhligi rivoyat qilingan. Hanafi mazhabining bu qarashini mazkur oyatdagi o'zi o'lib qolgan hayvon degan umum ta'birimi kuchlantirdi. Lekin Imam Ibn Kasir qatorliq mufassirlar aytgandek, ko'pchilik ulamolar suvda o'zi o'lib qolgan baliqni mazkur oyatdan mustasno qilib, uni tuvandagi oyat va hadislar bilan halol qilingan deb qaragan. Boshqa bir oyatda Alloh taolo sizlarning va yo'lovchilarning manfaatlanishi uchun sizlarga dengiz ovlari, dengiz yemakliklari halol qilindi degan. Umar radhiyallohu anhu bu oyatdagi dengiz ovlari degan dengizdan ovlangani, uning yemakliklari degan dengiz qirg'oqqa chiqarayotganidir deb tafsir qilgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu suvda laylab qolgan baliqlar haloldir degan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mazkur oyatdagi yemakliklari degan so'zni uningda o'zi o'lib qolgan narsa deb tafsir qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobisi Shurayh radhiyallohu anhu dengizdagi har qanday narsa zabihi qilingandir degan. Demak, dengizning ovlaridan boshqa yemakliklari
Ko'pchilik salaf tafsirlagandek dal uning o'lib qolgan baliqlaridir. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dengiz suvi to'g'risida so'ralganda uning suvi pokdir, o'likimi haloldir degan. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlarga ikki turlik narsaning go'shi bilan ikki xil qon halol qilindi. İkki o'likning birisi baliq, yana birisi chekatga. İkki qonning birisi jigar, yana birisi tal degan. Yig'ib aytsak, suvda laylab yoki laylamay uchirgan o'lik baliqning o'lish sababi noma'lum bo'lsa, Hanafiy mazhab buni harom deb qaragan. Suvdan ayrilib qolganlikdan yoki issiqdan yoki sovuqdan yoki odamzod yoki hayvonning o'ldirishi sababidan o'lgan bo'lsa, uni halol deb qaragan. Ko'pchilik olimlar u turlik baliqlarning hammasi halol deb qaragan. Hammaylam baliqni bo'g'izlash, o'ldirish kerak emas deb birlikka kelgan. Urib o'ldirish masalasiga kelsak, oldi bilan shuni eskartish kerakki, baliqni tirik tutgandan keyin u o'lmaguncha yoki o'ldirilmaguncha uni yeyishga bo'lmaydi. Shundaqla uni tirik turg'izib pishirishga bo'lmaydi. Chunki bu ehtiyoj bo'lmasa-mu qiynashdan iborat. U odatda tez o'ladigan bo'lg'achqa o'lishini kutib turish tamoman mumkin. Buning uchun baliqni suvdan ayirib o'lishini kutish lozim. Suvdan ayrilsa-mu xali uzun yashaydigan baliqlarni qiynamaslik uchun bo'g'izlab o'tish yoki quyruq tarafidan kesish orqali o'ldirishni mustahab deb qaragan olimlarmi, bo'g'izlamay o'lishini kutib turish mustahab deb qaragan olimlarmi bor. Lekin suvdan ayrilsa tezla o'ladigan bo'lsa, uni bo'g'izlash makruh bo'ladi. Ammo suvdan elvasila o'ladigan yoki elvasa ma'lum muddatdan keyin o'ladigan baliqni urib o'ldirish qilmishi baliqni qiynaganlik va o'ldirishda chiroyli usul qo'llanmaganlik jihatdan cheklanadi. Shaddod ibn Avs radhiyallohu anhu aytadi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ikki jumla so'zini anglab yodlab oldim. U zot aytdi: Shubhisizki Alloh har qanday ishda yaxshi muomalada bo'lishga buyurdi. Agar o'ldirmoqchi bo'lsanglar, chiroyliqcha o'ldiringlar. Bo'g'izlamoqchi bo'lsanglar, chiroyliqcha bo'g'izlanglar. Mol bo'g'izmoqchi bo'lganinglarda molni qiynamay pichoqni yaxshi bilinglar." Şoňa baliqni urib o'ldirishga bo'lmaydi. Bu dinsiz millatlarning odati bo'lsa kerak. Janobi Alloh ihson qilinglar. Ihson qilguvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutadi. Baqara surasi 195-oyat. Musulmonlarni ihson qilishga buyurgan. Baliqni urib o'ldirish ihsonga, musulmonlar zinnatlanishi kerak bo'lgan rahimdillikka zid keladi. Ammo urushning o'zi qiynaganlik jihatdan cheklangan bo'lsa-mu, buning bilan u baliq harom bo'lib ketmaydi. Chunki baliqlarning halol bo'lishi uchun chorva mollardagidek bo'g'izlash shart emas. Bo'g'izlashning shart emasligida yuqorida bayon qilganimizdek olimlar o'rtasida ijmo bor. Xulosa, baliqni urib o'ldirishga bo'lmaydi, lekin urib o'ldirilgan baliq halol. Alloh eng to'g'risini bilgiridir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom 90-numurlik fatvo.